Keling bugun Amerika konsuli bo'lib viza beramizmi yoki yo'qmi ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizda birinchi mijozimiz ma'lumotlari. Yosh 20 yoshda AQShga talaba sifatida o'qishga bormoqchi ekan. Sayohat tajribasi oxirgi 5 yil ichida faqat bir marta sayohat qilibdi. Xo'p, moliyaviy holati bank hisobida 4 yillik kontraktini to'laydigan pul bor, lekin sponsorlik ko'rsatilmagan. Xo'p, ikkinchi mijozimiz 23 yosh, AQShga bu mijozimiz ham talaba sifatida bormoqchi. Oxirgi 1 yil ichida 2-3 ta davlatga sayohat qilgan ekan. Moliyaviy holati bank hisobida faqat 1 yillik kontraktini to'lash uchun yetarli pul bor. Xo'p, sponsor qilib otasini ko'rsatgan ekan, qanaqa qilib pul topishini ham isbotlab bergan ekan. Xo'p, endi keling qaror qabul qilamiz. Shu holatda men ikkinchi mijozga viza bergan bo'lardim. Sabablarni hozir tushuntirib beraman. Birinchidan, ikkinchi mijozimizda oxirgi 1 yil ichida 2-3 davlatga qilgan sayohatlari bor. Bu nimani anglatadi? Ishonchli sayohatchi ekanligini anglatadi. Demak, bu odam o'sha Amerikaga viza berganimdan keyin vaqtida qaytib kelishga birinchi mijozdan ko'ra ko'proq ishonch bor. Xo'p, ikkinchi sabab kontraktini to'lash uchun bank hisobida 1 yillik pul ko'rsatilgan, 4 yillik emas. Xo'p, siz aytishingiz mumkin, nimaga 4 yillik pul ko'rsatsa, boy ko'rinmaydimi 1 yildan ko'ra deb aytishingiz mumkin. Lekin 4 yillik kontraktini ko'rsatgan, pulini yetadigan pul, lekin qanaqa qilib bu pul topilganini ko'rsatmagan. Bu katta ehtimol bilan soxta, ya'ni fake hujjat bo'lishi ehtimoli baland bo'ladi. Shuning uchun konsul bunga ishonmaydi. Ikkinchi mijozimizda bo'lsa 1 yillik kontraktini to'lashga puli qo'yilgan, lekin bu pulni qanaqa qilib topganini ko'rsatib bergan dadasini. Shuning uchun men ikkinchi mijozimizga viza bergan bo'lardim. Siz o'z fikringizni izohlarda yozib keting.